Haligi bankrot bo'lgan zavodlarni sotib oladi, temirlarni maydalab sotib pul topadi. Uncha odam pul topa olmaydi bunaqa qilib. Qarang. 3 ta bolasi bor. Xotinim hijobda edi, 5 mahal namoz o'qir edi, tahajjudlarni o'qir edi deyapti. Men shu xotinimni meni qismatimga rozi bo'lib yashayotganligi uchun har oy qo'liga $1000 shundoq qilib beraman deyapti. Orangizda bormi? Xotiniga $1000 berib qo'yganingiz bormi? Hokim ham bermaydi. Hokim ham bermaydi. Katta zavodni firmaning direktori ham xotiniga $1000 bermaydi. U har oy $1000 beradi deyapti. Ikkita qutisida tillo to'la, uzuk, zirak, to'roz, brazlet to'la. Kiyim-kechagi behisob. Qo'shnimni xotini bilan 10 minut gaplashdi deyapti. Unda podyezdda ushlash qolgan 10 minut xotinim o'sha qo'shnimni xotini bilan gaplashdi-yu, xotinimni xudo urib bo'ldi deyapti. Ro'molni tashadi, hijobni tashadi, namozni tashadi, tahajjudni tashadi. Oy, Xudodan qo'rq. Oy, Xudodan qo'rq. Undoq qilma, undoq qil. Nima men odam emasman? Nima men qulman? Nima men odamda yashashimga haqqim yo'qmi? Janjal, surun, to'polon, oxiri shu nogiron er bilan 3 ta bolani tashadi, Rossiyaga ketib oldi. Men so'rayman. Ana nima qilyapti ekan desam, u Rossiyada bir oshxonada pasodamoshi ekan deydi. Rossiyada ishlaganlar eshitganmisiz? Pasodamashiga $1000 bergan. Eshitganmisiz? Qaysi oshxona bergan? Qaysi oshxonani xo'jayini bergan? $1000. Berganda ham eri berganni berar ekan. Eri berganga qanoat qilmadim, endi u yerga borib $2000 topish kerak-ku. Shu ketganiga yarasha. Kim beradi $2000 ni? Oxiri hayotini xo'r qildi mana. Nimadan? Qanoatsizlikdan bo'lyapti. Bir akamiz, hoji akamiz aytadilar. Kelinim yaxshi edi, Xudoga shukr, shunaqa zo'r edi. Erta bilan ko'chaga chiqib, hovlis ko'cha supurayotganda qo'shnimni kelini bilan bir 5 minut gaplashib Xudo urdi deyapti. Ko'ryapsizmi? As-suhbat bo'lmasin, suhbatda ta'sir bor. O'shandaqa fikri buzuq, o'shandaqa orzu havasni quliga aylangan ayollarni davrasiga qo'shish kerak emas ayolni. Ular bilan dugonami, hatto opasi bo'lsa ular bilan suhbat qilish kerak emas. Oilaviy mojaroga bordik. Singilni oilasi buzilish arafasida shu 10 daqiqa vaqti borda yo bo'lib ketadi. Yo bo'ldi, kechiring, dadasi men to'g'ri ahmoqlik qilman, meni kechiringsa, xotinni oladi, bolalarini oladi, ketadi, yashaydi. Yo'q, men odam emasmanmi, men qulmansa ketdi, oila buzilib ketadi. Opa aytayapti, o'shani tug'ishgan opasi aytayaptiki,